Erkeklarda ayollarda ustida haqqi bo'lganda, ayollarda ham erkaklarda ustida haqqi bor. O erkaklar bilib qo'yinglar. Shu haqlar ado etilmayapti, oilalar parokanda. Buzilib ketyapti. Farzandlar sarson. Ulardan ikkitasini aytaman. Ulardan bittasi ayolingizni ta'minlaysiz. Birovga muhtoj qilmaysiz. Modomiki to'shakka mixlanib qolmaganmisiz? Sholib qolmaganmisiz? Joningiz uzilib o'lib qolmaganmisiz? Ta'minlaysiz. Birovga muhtoj qilmaysiz. Ikkinchisi, yaxshi yashaysiz. Chiroyli hayot kechirasiz. Alloh va Rasuli ko'rsatganday hayot kechirasiz. Bekordan bekor so'ymaysiz, urmaysiz, aziyat bermaysiz. Uchinchisi, qanoatlantirasiz. Xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy bo'lsin, xoh ruhiy bo'lsin, xoh jasadiy bo'lsin, qanoatlantirasiz. Bu shunday huquqlar ado etilmayapti, oilalar parokanda. Mana shu haqlarni ado etmasanglar erkaklar, buni orqasidan keladigan balolarni kutinglar, tayyor turinglar. Allohim musta'an.